Makiyaj qilishni biladigan qiz birinchi yuzini namlab makiyajga tayyorlab oladi. Yuzdagi krem quriguncha birinchi bo'lib qoshini tarab oladi. Makiyaj qilishni biladigan qiz qoshini dum qismidan boshlab bilinar-bilinmas chiroyli qilib bo'yab chiqadi. Makiyaj qilishni biladigan qiz birinchi bo'lib tonalini qo'liga, keyin kistichka bilan yuziga yaxshilab surib chiqadi. Nam sponjik bilan yuziga yaxshilab yedirib, yuzdagi ortiqcha tonalini olib tashlaydi. Makiyaj qilishni biladigan qiz kistichkaga teng olib birinchi qoqib tashlab, keyin ko'zini chetidan oldi tarafiga qarab rastashofka qilib oladi. Makiyaj qilishni biladigan qiz ko'zini oldi tarafiga ozgina blesk qilib oladi. Birinchi kiprigini qayirib olib, keyin oynani to'g'riga emas, pastga qaratib, kiprigini bo'yab oladi. Shunda kipriklari uzun-uzun bo'lib qayrilib chiqadi. Makiyaj qilishni biladigan qiz bronzerni olib, quloqini tepasidan burnini tugashigacha sekin rastashofka qilib oladi tepaga qarab. Rumyanani ham olib, bronzerni tepasidan rastashofka qilib oladi. Pudrani olib, ortiqchasini qoqib tashlab, keyin yuziga surib oladi. Makiyaj qilishni biladigan qiz highlighterni faqat ko'zini tagiga, keyin ko'zini boshlanishiga ozgina surib oladi. Makiyaj qilishni biladigan qiz labini kattaroq ko'rsatish uchun labini konturini chetidan chiqaribroq bo'yaydi. Labini ichki qismiga ozgina qizil surib, keyin blesk surib oladi. Makiyaj qilishni biladigan qizning makiyaji tayyor. Sizlarga qaysi biri yoqdi kommentariyada yozib ketinglar.